Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 7-sinf O'zbekiston tarixi 11-mavzu Abbosiylar davrida Xuroson va Moron Nahr degan mavzu bilan batafsil tanishamiz. Aynan mana shu Umayylar hukmronligining so'ngida taxminan 8-asr 40-yillarda xalifayatda toju taxt uchun kurash kuchaydi. Aynan xuddi shu vaqtda Muhammad payg'ambarning amakisi Abbosning evarasi Muhammad ibn Ali xalifayatda taxt uchun kurashish boshladi. Ya'ni Umayylarga qarshi Muhammad sallallohu alayhi vasallam avlodlarini qirib tashlashda Umayylarga ayb qo'yib, ushbu vaziyatga tarafdor bo'lgan shaxslarni o'z atrofida yig'a boshladi. Bunga sabab Umayylarning so'nggi hukmdori Marvon II davrida hokimiyatda xiroj solig'i miqdori oshirilganligi, aholi muttasil hashraga jalb qilinganligi qo'zg'olonchilar aynan Abbosiylar tomoniga o'tishga sababchi bo'ldi. Aynan shunday jarayonlarda Moron Nahr va Xurosondagi qo'zg'olonchilarni ham uyg'otish uchun kufalik Abu Muslim degan shaxs Xurosonga yuboriladi, targ'ibotchi sifatida. Aynan u Umayylarga qarshi tashviqot ishlari bilan Xuroson, Moron Nahr, Toxariston viloyatlariga keng targ'ibotlarni olib boradi. Bu qo'zg'olonchilar boshqadan ajralib turish uchun qora libos kiyishgan. Biz tarixda oq kiyimlar qo'zg'oloni haqida o'qigan edik. Mana bugun esa bugungi qo'zg'olonchilar o'zlarini ajralib turish uchun qora libos kiygani haqida ma'lumotlar mavjud. Bu ayrim manbalarda motam ramzi, zabardast kuch bayrog'i degan ma'nolarda ham ishlatiladi. 747-yil Abu Muslim aholini Umayylarga qarshi kurashga da'vat etib, Abu Muslim Xuroson poytaxti Marv shahrini egalladi. Bu taxminan egallashi 748-yillarga to'g'ri keladi. Nega bunday deyapman? Bu yerda bunday ma'lumot yo'q-ku deyishingiz mumkin. Sabab Nasr ibn Sayyor degan Xuroson noyib bordi. 738-748-yil hukmronlik qilgan deb yozilgan edi. Va shuni hukmronlik davridan ma'lumki, Abu Muslim Xuroson poytaxti Marvni 748-yilda egallagan desak, tarixan to'g'ri bo'ladi. Marv shahrini egallagan harbiy kuch sekin-asta markazga qarab yurgan va Abu Muslim boshidagi kuchlar 749-yilda poytaxt Damashqni ishg'ol etgan va Marvon II taxtdan tushirilgan va Abbosiylar xonadonidan vakil Abul Abbos Saffoh taxtga o'tkazilgan. U mamlakatni 750-754-yillarda mamlakatni idora qilgan. Abbosiylarga ushbu sodiqlik uchun Abu Muslim dastlab mamlakat poytaxtida davlat va harbiy kuchlarning yuqori lavozimlarida faoliyat yuritgan. Ammo Abu Muslimning xalq orasida obro'yi kuchli bo'lgani uchun uni tez orada Xuroson va Moron Nahr noyib qilib jo'natiladi. Abbosiylar hokimiyatga kelishi aholi uchun hech qanday qulaylik olib kelmaydi. Bundan norozi bo'lgan xalq 750-yil Buxoroda qo'zg'olon ko'taradi. Abu Muslim buni bir amallab mahalliy kuchlar yordamida bostiradi. Aynan xuddi shunday davrda Moron Nahrga ichki ziddiyadan foydalangan Xitoy imperatorlarining qo'shinlari Turkistonga bostirib kiradi. Abu Muslim bularni 751-yil Talos vodiysida mag'lubiyatga uchratib, mamlakat hududidan quvib chiqaradi. Ammo shuncha sadoqat bo'lsa ham 755-yilda Bag'dodga borgan Abu Muslim xalifa farmoni bilan o'ldiriladi. Abu Muslimning o'ldirilishi Xuroson, Moron Nahrda Abbosiylarga qarshi xalq harakatining yana avj olishiga sababchi bo'ladi. Xuddi mana shunday kezlarda ana 8-asr o'rtalarida yangi sulola hokimiyatga kelishi bilan hokimiyatni boshqarish qulayroq bo'lishi uchun yoki kuchlarning muvozanatini saqlash uchun poytaxt o'zgartirilgani haqida ma'lumotlar mavjud. Ya'ni 749-yilgacha poytaxt Damashq bo'lib xizmat qilgan bo'lsa, 749-yildan boshlab esa poytaxt Bag'dod shahri bo'lganligini manbalarda ko'rishimiz mumkin. Xo'p, xalifalik qanday boshqarilgan degan savolga ham shu yerda javob berib ketsak. Xalifalikni boshqarish xalifa boshqargan. Xalifa degani o'rinbosar degani. Aslan Muhammad sallallohu alayhi vasallam vafotidan so'ng undan keyin 4 shaxs xalifa vazifasini bajargan edi. Ammo so'nggi xalifa Ali o'ldirilgandan so'ng Umayylar sulolasi, ya'ni birta sulola vakildan otadan o'g'ilga ketma-ketlikda taxt o'tib olgan. Umayylar hokimiyatga kelgan edi 761-yilda. To'g'rimi? Yolg'on-a? To'g'ri. 661-yildan toki 749-yilgacha Umayylar hokimiyatni o'z qo'lida ushlab oladi. 749-yildan boshlab, to'g'ri 750-yildan deb olsak ham bo'ladi. 750-yildan boshlab toki 1258-yil Abbosiylar hokimiyatni o'z qo'lida ushlaydi. Va ularda xalifadan keyingi o'rinda vazir ul-vuzaro, ulug' vazir taxtda o'tirgan. Bundan keyingi o'rinda harbiy ishlar bo'yicha vazir bo'lgan. U Amir ul-Umaro unvoni bilan ulug'langan. Xalifalikda barcha masalalar
kengashda hal qilingan. Kengash Devon ad-Dar deb aytilgan. Devon ad-Darda 3 asosiy devonga bo'lingan. Devon al-Mashriq, Devon al-Mag'rib, Devon al-Haraj. 3 taga bo'lingan. Xuroson va Moronnahrga tegishli masalalar Devon al-Mashriq tomonidan idora qilingan va buyurilgan. Xalifa viloyat noyiblarini lavozimga tayinlagan va bo'shatgan. Xalifakda huquq masalalari Qur'oni Karim, payg'ambarning ko'rsatmalari asosida mamlakat boshqarilgan. Mana shunday bu arab xalifaligida Abbosiylar hokimiyatga kelishi va bu davrdagi holat haqida qisqacha fikrlar edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi mavzularni ko'rishguncha xayr.